Diqqat, O'zbekiston fuqarolariga xushxabar. Kimlarga qish mavsumida elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun kompensatsiyalar, ya'ni pullari to'lab berilishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Kimlarga elektr va gaz to'lovlarining bir qismi kompensatsiya qilib beriladi? Ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oylik daromadi har bir oila a'zosiga 669 ming so'mdan kam oilalar, reyestrlarga kiritilmagan, ammo mol-mulki kam va oylik daromadi har bir oila a'zosiga 1 million 3500 so'mdan kam bo'lgan oilalar. Kompensatsiya miqdori qancha? Elektr uchun oyiga bazaviy me'yordan, ya'ni 200 kWh-dan ortiq foydalanilgan 150 kWh-gacha. Gaz uchun noyabr-fevral oylarida bazaviy me'yordan, ya'ni 500 kub metrdan ko'p foydalanilgan 250 kub metrgacha, boshqa davrlarda esa 150 kub metrgacha ortiq foydalanilgan qismi uchun. Kompensatsiya olish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Kompensatsiya olish uchun inson ijtimoiy xizmatlar markazlari yoki mahallalarda faoliyat yurituvchi ijtimoiy xodimlarga murojaat qilish kerak. Bunda arizada pasport ma'lumotlari, abonent raqami va telefon raqami ko'rsatiladi. Arizalar har oyning 15-sanasiga qadar qabul qilinadi. Kompensatsiya har oy to'lab beriladimi? Kompensatsiya oluvchi oilalarning mezonlariga mosligi har oyda avtomatik o'rganilib, mezonlarga mos kelgan taqdirda keyingi oylar uchun alohida murojaat talab etmagan holda kompensatsiya to'lovi davom ettiriladi. Isitish mavsumida kimlarga bir martalik moddiy yordam ajratiladi? 2025-2026 yil isitish mavsumida noyabr oyida quyidagi oilalarga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordam ajratiladi. Reyestrlarga kiritilgan oilalarga, mahalla yetiligi xulosasi asosida reyestrlarga kiritilmagan yordamga muhtoj oilalarga birinchi navbatda quyidagilar inobatga olinadi. Boquvchisini yo'qotgan oilalar, a'zolari birinchi yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lgan shaxslardan iborat oilalar, nogironligi bo'lgan bolalarni parvarishlayotgan oilalar, uzoq davolanishni talab etadigan kasalliklar bilan kasallangan shaxslar yashovchi oilalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchilar va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, 3 va undan ortiq oila yashaydigan xonadonlarda hamda gaz bo'lmagan va markazlashtirilgan tartibda isitilmaydigan ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalar. Azizlar, videoga like bosing va videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.